Hayotimda juda katta ta'sir qilgan ilk kitoblardan biri bu Maqsud Qoriyevning Spitamin romani. Bu Spitamin romanida qahramonlik, vatan uchun kurash, millat sha'ni va g'ururi har narsadan baland ekanligini uqtirish yotadi. Ikkinchi o'qigan va meni hayotimga katta ta'sir qilgan bu Chengiz Aytmatovning Oq kema. Oq kema bu orzularni oqligi, niyatni, bolaning niyatlari pokligi va o'sha bola yashaydigan otasiz, onasiz qolgan bolani orzulari. Shunchaki asar emas, bu xalq tarixi, Shohdor ona bug'u, ya'ni millat obrazi bilan bog'lanib ketadi. Juda katta menga ta'sir o'tkazgan va 3 yoshlikda o'qib va ilk marta o'zim uni sahnalashtirgan bir asarim bor. Bu Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasi. Bunda Mirzo Ulug'bek olim va sarkarda va u mamlakatni qanday boshqarish va shu bilan birgalikda o'zining o'g'illari, yaqinlari, oilasini o'rtasidagi nizolar aks etadi. Bilasiz, Mirzo Ulug'bek Abdulatif tomonidan, o'g'li tomonidan o'ldiriladi. Ya'ni hukmdorlarning oila bilan bo'lgan sinovi juda yorqin aks etgan va Mirzo Ulug'bek o'ldirilishi Turkistonda, mintaqamizda ilm-fanni o'ldirilishi ham deb qaraladi. Spitamin romani, Oq kema va Mirzo Ulug'bek meni hayotimda juda katta ta'sir qilgan asarlardir.